Hozir esa ikkinchi raund. Qani boshlang. Tosh, qog'oz. Jun, bu nimaning ovozi edi? Sen birorta ishora ko'rsatishing kerak. Agar bunday qilmasang raqobat bo'lmay qoladi. Lekin bu tajriba tanasining birinchi g'alabasi. Urama! Agar men hech qanday harakat qilmasam, sen bu yerdan ozod bo'lasan. Menga hech qanday jazo qo'llanilmaydi. Shu yo'l orqali biz bundan qutulamiz. Nimadir noto'g'ri. Shigoku tayyorlanmasdan kelganga o'xshamaydi. Jun, bu o'yinda qandaydir yashirin ma'no bor. Hozir esa 3-raund. Tosh, qog'oz. Ha, bu O'rimaning ikkinchi g'alabasi. Yaxshi, O'rimani bitta g'alabasi va hammasi tugaydi. Kel, tezroq o'yinni tugatamiz. Deyarli tugadi hammasi. Rostdanmi? Rostdan shunday tugatishning iloji bormi? Eshitaman. Ha? Albatta. Hozirgina menga qo'ng'iroq qilishdi. Aftidan u ikkinchi raunddan keyin o'libdi. Nima haqida gapiryapsan? Oddiy qiz uchun ehtimol bu juda ham ko'pligini bilardim. Og'riqqa chiday olmabdi. Oddiy qiz? Aytmoqchisanki, oddiy qiz? Tushundim. U Kanami! Tug'ilgan kuningiz bilan Jun va Kanami. Mana sizning tortingiz. Kel, shamlarni birgalikda o'chiramiz. Aha, mayli. Tayyorlan. Nega mensiz puflab yubording? Kechirasan, beixtiyor chiqib ketdi. Yaxshi, hammasi joyida. Bu ahamiyatsiz. Nima bo'lganda ham, axir biz egizaklarmiz. Sen ham menga o'xshaysan-ku, to'g'rimi? Nima? Nimalar deyapsan? Qo'y, ikkingiz to'polon qilmang. Hozir sharbatni to'kib yuborasiz. Nimaga? Kanami. Nimada adashganim uchun bu sodir bo'ldi. Qo'y, Kanami. Kanami. Yo'q, Kanami. Nega? Kanami yo'q. Sen harommi? Yana qancha aloqasi yo'q insonlarni bu yerga tortmoqchisan? Lekin ular ham ishtirokchilar. Bu barcha ta'sirlar o'zaro bir-biriga bog'liq. Qasosning to'lqinlari qolganlari bilan to'qnashadi. Hamma narsa asta-sekinlik bilan girdobdek o'ralashib ketadi. Kanami esa buning bir qismigina xolos. Shigoku! Biz haliyam tosh qaychi qog'ozni yarmida qolib ketdik, shunday emasmi? Lekin Kanami allaqachon o'ldi. Yaxshi, biz uni almashtiramiz. Men seni o'ldiraman. Shigoku, o'ldiraman seni. Endi Jun o'z hayoti uchun kurashadi. Yaxshi, tayyorgarlik yakunlandi. Hisob 2-1. Agar Jun yana 2 marta yutsa, u g'olib bo'ladi. Agar tajriba tanasi 1 marta yutsa, u g'olib bo'ladi. Qani boshladik. Tosh, qog'oz. Hozir esa o'yinni boshlaymiz. Tosh, qog'oz. Ikkalangiz nimadir qildingiz deb o'ylagandim. Durang. Naqadar asabbuzarli holat. O'rima, meni kechir. Men o'lishni xohlamayman. O'lib ketishni xohlamayman. Hali ko'p rejalarim bor. Bu Junning xatosi emas. Hammasi Shigokuniki. Men nima qilsam ekan? Bu yigit juda ham kuchli. Harakat qila olmayapman. Kakiruni saqlab qolish uchun hech qanday imkoniyat yo'qmi? Mayli, yana 1 marta. La'nati. Tosh, agar bu odamni qo'lidan chiqib ketsam, Kakiruni qutqarish uchun nima qilishim kerak? Jenurson, nima qilay? Qog'oz, nimadir qaychi. Yaxshi, tajriba tanasi bu raundda yutqazdi. Hozir chap oyoqni kesish vaqti keldi. To'xta! Uning chap qo'li ochildi. Bu foydasiz. Biz tadqiqotchilar Kiyuning buyruqlarini amalga oshirishimiz kerak. Sen hech narsa qila olmaysan.
Ularni to'xtat. Boshladik. Bobo. Animaland kanali uchun maxsus tayyorlandi. Ovoz berdi Asalbek. Keyingi qismlarda ko'rishguncha.